Agar ishonchli Dongfeng kompaniyasidan narxi arzon, lekin sifati ancha baland bo'lgan mashinasini qidirib yurgan bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormang. Bizda sotuvga Dongfeng Nanmi 06 eng full komplektatsiyasi sotuvga kelgan. Mashinamiz elektr, to'liq quvvat bilan 471 km masofani bosib o'tadi. Lidar, 360 kamera, beskuluchovoy dostuplargacha jihozlangan. Saloni mashinaga kojinli salonda, qoraytirilgan panorama tom, Abduf abagres sideniyalarigacha bor. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Skorostichak rul oldi gitaraga o'tgan. Hattoki mashinamizda avtoparkovkalarigacha bor. Orqa qatorlarni ko'rishingiz mumkin. Joy ancha keng, yuvanapdan ham kengroq buni orqa qatori. Hatto bu mashinamizga o'zbek tilida голосовой управлениялarigacha yozsa bo'ladi. Orqa ko'rinishlarini qaranglar, chiroyliligini. Bagajlarini sig'imi ham ancha keng. Bagaj ikki qismli bo'lib ochiladi. Chista Xitoy baquvvat offroad mashinalaridan bittasi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizning birinchi pozitsiyalari ham bor. Xuddi shu mashinamizni $22 ming davomida bemalol nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.